12 ga 15 deb ekan, 15 dan minilgan ekanda, xullas. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, do'stlarimiz, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun Andijon mashina bozorida, xudo xolasa, qiziqarli mashinalardan videoroligimizni boshladik. Bu yoqda ko'rib turganidek, like bosib, albatta kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqarib qo'ymanglar. Fikringlarni kommentariyalarda qoldirib o'tishinglar mumkin. Qani bo'lmasa, boshladik. Malibu 1 so'ragan obunachilarimiz bo'lsa, 2012-yilda ishlab chiqarilgan 3-paysa oqidan do'stlar. Ko'ylach 3mi paysasi yo banfera shumi? 3 o'zan diskani almashtirib qo'yilgan ekanda. Diska almashtirib qo'yilgan ekan, lekin diska ham puli qimmat turadi. Uni ham e'tiborga olib qo'yasizlar. O'zi 3 tiki. 243 ming o'zini ekan aka. Halol probet. 243 ming yurgan 2012 3 avtomat bo'ladi. Klimat kontrollarigacha bor, cruise control, luk akalar. Old-orqalarini ham bitta ochib ko'rsatib o'tib ketamiz. Hozir oldi aka. Hech narsa qilmasa mana hozir kirib turibdi. Pulini arzonroq beramiz ekanda undan aka, xudo xolasa. 3-paysa so'ragan obunachilarimiz bo'lsa, mana akalar. Aka, bu kraskalari qanaqa? Toza deydimi? Metanlari bor. Bir g'aribchi karnizida anaqasi bor, ko'rsatib qo'yamiz. Kraskasi toza. Tekshirib olishadi aka. Mana shu yerda bor ekan. Petno. Qolgan joy toza. Top-toza ekan. Qolgan joylari toza deyilyapti akalar. Mana 2.4 atmosferli motorga akalar, 4-pakalenda gazdan ham qo'yib qo'yilgan. Motor, hech narsa ishi yo'q ekan aka. Go'zal holatda turibdi. Aka olib sarflaydigan joyi yo'q-a? Yetmay qolsa keyin ham chiqaveradi, ha? Lubo. Pulini endi o'zi aytgandek qani arzonroq qilib. 11, 10,5 derdim, hadeb turing. 9,5 ming kami bor. 9,5 kami ham bor. Variant nasiyalarga nima deymiz? 4 ming tepasida puli bo'lsa beraveraman. 4 tepasida puli borlarga Yapishtirib aytyapman aka, vahima qilgan. Kelishlari. Gap yo'q. Agar 4 tepasida puli borlarga nasiya sog'da kelishlariga tayyor mashina olib sarflaydigan joylari yo'q deyilyapti. Telefon raqamlaringiz 93 kodi bilan 994 23 17. 23 17 raqamlariga telefon qila olamiz. Olishingiz bilan foyda berganlar bo'ldimi, bo'lmadimi? Beryapti, endi jitcha beryapti. Ozroq qolyaptimi? Endi sal o'rtacha beryapti. Necha pul bo'ldi sodasi naqa? Ha, endi qo'yaver aka. Telefon qilsa kelishiladi. Ha. Yaxshi akalar, aloqaga chiqarasiz. Buni aka lukli varianti bu. Eng yaxshi pulidan aka. Aha, luklari bor ekan. Arizo so'ragan obunachilarimiz bo'lsa, akalar ko'ringlar, mashina ko'p videolarda ko'rgansizlar. Haqiqatda vidan bor, salon ham o'ta chiroyli holatda ishlangan. Bularda ham narxlar tushib qoldi aka, ancha. Saloniga bitta baho berib qo'yinglar akalar. Probeg qancha bo'ldi buni aka? Probeg qancha bo'ldi? Bu 50 ming bo'ldi, rolni aka. 50 ming kilometr yurgan. Kraskasi tozami? Kraskasi orqa eshigida lak sepilgan chiziqni pastiga. Chiziqni pastida laki bor xolos. Ha. 50 ming yurgan ekan akalar. Orqa holatlariga ham bitta e'tibor berib qo'yasizlar akalar. Mashinaning sifatiga muhabshibkalar ham ko'rib turganidek yumshoq materiallardan ishlatilgan. Orqadan ham klimat kontroli bormi buni? Hamma yo'g'i bor aka bu mashina. Orqadan ham sistemalari bor. Narsani o'zi yo'q bu mashinada aka. Gap yo'q. Eng qiziq joyi mana yerga aka 1,5 ming dollarga ham qo'yib qo'yilgan. Propan qo'yilgan. Yaxshi. Xullas akalar, tayyor holatda turgani 23-50 ming yurgan. Kraskasini aytib o'tib ketdik. Mana shu eshikda, mashina pastida. Aka, buni olib sarflaydigan joyi yo'q-a? Petnosi bor yana. Bu yerda ham petnosi bor. Aka, bu yangi mashina, yurib turgan mashina, hech qanaqa aybi yo'q. Buni ham aka tiniq, generalni chiqadi, iloji boricha naqayirsa o'tkazib berishga harakat qilamiz. Aha. Farqi yo'q, bu hujjat. Puliga 14,5 deyapsiz. Sizni kanalingizga 13,5 ming aka mana. 13,5 kami ham bor. Endi jicha-picha ko'p emas aka, bo'ladirg'oni. Yaxshi akalar. 13,5 ming akalar. Yana nasiya savdolari ham bor ekan. Kimga yoqsa? Captiva bor, 11 Captiva, eski Malibu 1 bor aka, har xil turidan bor aka. Xohlagan, ular Captiva Malibularga ham kelib ko'rishsa bo'laveradi. Barter Next 3 bor, 14 Cobalt bor, telefon qilishaversin aka. Yaxshi, raqamlaringiz necha edi? 93 kodi bilan 994 23 17. 23 17 raqamlariga telefon qila olamiz deganlar. Bunga necha pul berdi akasi bo'lmasa? Bunga 12 ming tepa hozir, realni hozir. 12 ming tepasida savdo bo'lyapti. Real naqa. Ha. Mana shu yerda foydalangani bilasaga unga bunga degan. Cobalt toniga bosib olgan nima deysizlar akalar? Juda bo'ladi. Kommentariyaga bitta fikringizni qoldiringlar-chi. 2012-yilda ishlab chiqarilgan Malibulardan ko'ringlar-chi do'stlar. 2012 3 ekan-a bu. 3-paysasini akalar, faralarigacha yuvadi. Alloh ochami bekimi? Ochib qo'yasizmi? Xo'p, akalar ham mashinani ko'rib turibsizlar. Lukligidan, ayni sizlar so'ragan avtomatik korobkasidan. Hozir oldalarini ham bitta ochib ko'rsatib o'tib ketamiz. Holatlariga bitta baho berib bersizlar. 2.4 atmosferli motor, benzin propan ekan-a bu. Propan gazlari bor. Kraskasi bormi yo'qmi aka buni? Kraska toza aka, mana shu petnochasi kichkina aka. Petno bor xolos, qolgan joylari toza. Qolgan joylari toza deyilyapti akalar.
Bitta o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. 107 ming kilometr yurgan. Probellarni ham zo'r ekan, elektropaket dinaladi. Ko'rib turganlarda ishlab turibdi. Luk, avtomat, klimat kontrol, hamma narsasi bor do'stlar. Orqa holatlarini ham ko'rishingiz mumkin mana. Holatlari yaxshi, orqada narsalari bor ekan, lekin propan gazi bor. Aka, buni olib sarflaydigan joylari yo'q, xudo xolasa. Minadi aka. Oladi, minadi, tayyor. 3-paytasi. Pulini arzonroq aytamizmi? 12800 kam bor aka. 12800 kami bor. Variant nasiyalarga nima deymiz? Yetmay qolgan joyi biror kelisha olamiz aka. Ozroq bo'lsa, kelishsa bo'laveradi. Yaxshi, telefon raqamlaringiz? 94lik 94 565 55 56 565 55 56 55 56 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Holatini ko'rdinglar, savdo bo'ldimi, bo'lmadimi aka? So'rashyapti aka. Qancha? 12 temperatura so'rashdi aka. 12 kun ustida savdo bo'ladi. Pastiga bo'lmaydi. Yo'q. Pastiga bo'lmaydi deyapti. Aka, telefon qila olasizlar. 2015-yilda ishlab chiqarilgan 47 ming yurgan ekan. Akalar, ko'ringlarchi, Malibu'da kam yurganini so'ragan obunachilarimiz bo'lsa, ballonlar yaxshi. Diskalari o'zini zavodskoy holatda turibdi. Demak, mashina polniy zavod holatda akalar. Ikkinchi paytisi mexanika bo'ladi. Probegi 47692. Luklari ham bor ekan mana akalar. Lekin realniy salonni hidi kelib turibdi akalar. Mati yo'q, shuni qaranglar mashinani. Sinar elektropaket bo'ladi. Orqa holatlarini ham bitta ko'rsanglar bo'ladi. Yangi turibdi ekan aka. Kraska tozami? Kraskasi tozami? Kraska top-toza aka. Kraskasi top-toza. Yaxshi. Benzina bu ya? Benzin aka. Benzinda yurgan. Yaxshi. Buni aka bir narxini kelishtirib aytamizmi bir yo'lida qilib? Aka, bermaganmi? Aytaveraylik aka. Yaxshi. Qancha ekan? 13950, 14000 savdo qilishdi aka. 14 ming savdo qilishdi. Savdo qilishdi aka. Bermadingizmi? Yo'q. Gap yo'q lekin akalar 14 minggacha endi bu fanatlariga ekanda realniy aka. Hozir ham aka bugun o'zida har hozir tushib ketyapman to'g'risi. Yomg'ir yog'vorganligi uchun aka 14 ming so'rab kelishyapti aka hozir. Asaka hozir asakalikmi? Hozir asaka olib borib ko'raylik deyapti aka hozir. Gap yo'q akalar, mana realniy fanatlari bo'lsa aloqa chiqarasizlar, raqamlarni ichida bo'ladi aka. 93lik 941 9999 94lik 565 55 56 aka. 55 56 ga telefon qila olamiz akalar mana. Akalar do'stlar, Xitoyda Rolls-Royce bo'lgan Honji akalar, ko'ringlarchi mashinani 2023 dediz-a buni. 2023-yilda ishlab chiqarilgan qop-qorasidan ekan. HS7 midi bu? S7. S7 degan model ekan akalar. S7. Xo'p, salonlarda elektropaket sidinalar, pamitlarigacha bor. Akvaparentlariga. Moyog'och haqiqiymi? Haqiqiy yog'och mana ko'ring. Gap yo'q lekin, yumshoq materiallar. Qancha yurdi? 93 ming yurdimi? 2023-yil. 23 Eng 93 ming. kattasi, eng gabarit kattasi o'sha. Gap Hamma yo'q. funksiyasi bor, sidinalar isiydi, soviydi. Abduf Abagrev. Abduf Abagrev zadniy mosti bor buni, haligi orqa privut ham bo'ladi, oldi privut bo'ladi. Old orqa o'zi nima qilib yursa ham bo'ladi. Diskalarigacha bor. Pnevmalarigacha bor. Ko'tariladi, tushadi mashina polniy. Gap yo'q lekin. Haligi orqadagi odamga ham ancha haliginaqa qilingan, komfortli. Fotosinari ham bor ekan. Mana barda orqasida hattoki lyuklarni ochib, yopib, isitish, sovutish hamma funksiyalari bor. Gap yo'q lekin mashina ancha zo'r ekan, lekin orqalarini ham bitta ochib ko'rsatib o'tib ketaylik. X5 akalar. X5 da eslatyapti bu mashina. Dizaynerlar BMWdan o'tganmi? 3 qator eti to'lindi. 3-qator zinalar dedizki. Bundan tashqari ham mana joyi ham bor ekan. Tushsa ham bo'ladi. Ha, bu yerda ham boshqarsa bo'ladi. Bu yerdan esi tushadi ham mashina. Cho'kyapti. Tushamsa ekan, tushyapti, lekin tushyapti. Oxirigacha tushiringchi? Oxirigacha? Cho'kishni qaranglar, akalar ko'rinyapti mashina. Oxiri mana shu ekan. Ancha pasaydi lekin. Ular pnevmalari bor, elektropaket bagajlar. Kraskasi bormi? Top-toza kraska. Top-toza. 93 ming yurgan. Polniy mashinani kuzov keramika qilingan. Polniy black piano qilingan. Hamma nikel detallari qoraytirilgan. Tonirovkaga 11 oy ruxsati bor. Yaqinda ruxsat oldik Tonirovkaga. Xo'p, endi buni eng qizig'i pulida. Bu narzani ayting. Salonda, Honji salonda istab
OLX'dan ham, Avtoelondan ham, YouTube'dan ham istab topa olmaydi bu mashinaning narxini. Aha. 60 ming dollar salonda. Aha. Zakazno keladi. Bizda teng yarmi, 30 ming. 30 ming. Kami ham bor. Ozmoz kelishtirib beramiz. Ozroq o'tadigan joylari bor. 30 ming ekan akalar. Komfort so'raganlar bo'lsa, zapchast muammo emas tur aka bu mashinalarga. Bu yana ham tushadi. Hozir zavat bo'lib turganlik hisobiga normalniy holat bo'lib oldi. Yana ham Aha. cho'kadi mashina. Anchalar pastga yotib oladi. Yaxshi. Orqa balon kriloycha kiradi. Telefon raqamlaringiz-chi? 91lik Aha. 626 22. Ushbu raqamlarga telefon qila olamiz do'stlar. Bozorda bir soliq yeganlar bo'lganmi? 3 lik turbina motor. 3 turbina motor. 3 turbina. Rasot ham normalniy ekan-da. 15 ta rasot qiladi. Gap endi shu jasadiga akalar. Telefon qila olasizlar. Captiva 4 so'ragan obunachilarimiz bo'lsa 2017-yilda ishlab chiqarilgan Belly Jemchug ekan bu. Belly Jemchug. 181 ming probeg, 204 atmosferniy motor akalar. Propan gazlari ham bor. 2017 180.500 yurgan. 180 ming deb beramiz akalar. Kraska tozami aka? Kraskasi toza. Salon holatlarini ham o'zingizlar ko'rib bitta baho berib bersizlar. Captiva 4 akalar, klimat kontrol, cruise kontrollari, cruise kontrol bo'lmaydi, klimat kontrollari bor mashinada. Orqa holatlarini ham bitta ko'rsanglar bo'ladi. Mana akalar. Kraskalari toza deyilyapti. Propan gazlari endi zapaskani o'rnida bo'ladi akalar. O'tkazib olish kerak ekan aka buni. Olish kerak aka buni. Dokument akalar faqat оформление ekan. Mashina chiroyli holatda turibdi. Yaxshi ekan sostoyanasi. Aka sarflaydigan joylari yo'q, motor korobka hadovoy. Xolasa hamma yo'g'i go'zal aka. Olib sarflaydigan joylari yo'q. Yo'q. Oladi minadi, xudo. Oladi minadi. Puli qancha buni aka puli? 14400 kami bor aka. 14400 kami bor. Variant nasiyalarchi? Batir bo'lsa kelishamiz aka. Batirga bo'lsa kelishamiz. Faqat naqd biz. Faqat naqd sotiladi. Yaxshi raqamlarni aytchiydi? Xo'p, 95lik, Aha. 156, Aha. 4950. 4950 raqamlariga telefon qila olamiz deganlar mana. Nech pul bermayapsizlar endi sir bo'lmasa? 13,5 so'rashdi aka. 13,5 ga naqd bermadingiz. Qo'shsa kelishiladi. Gap yo'q. 2015-yilda ishlab chiqarilgan qop qorasini akalar. Ko'ringlarchi, 2015 Captiva 3 akalar. 4 ga aylantirilgan, ko'rib turganlaridek abrisovkalar almashtirib, diskalar o'ziniki bo'ladi, yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan. Loylarga e'tibor bermaysizlar akalar, ko'rib turganlaridek bozorda loy oqyapti akalar, loy. Xo'p, salon holatlarini aytadigan bo'lsak akalar, o'rtacha chiroyli holatda turibdi. Probeg qancha aka buni? Aka 224 ming yurgan. Kraskalari nariy tomonda ikkita krilo, ikkita eshikda pedal sepilgan. 224 ming yurgan, ikkita krilo, Ikkita eshik. ikkita eshik sepilgan. Ichiga o'tib ketmaganmi akacha? Yo'q aka, polniy sepilmagan unaqa. Polniy sepilmagan deyilyapti. Xudo xolasa. Ha, xo'p, ichiga o'tmagan deyilyapti. Yana bir qator tekshirtirib ko'rsatib olasizlar. Metani bor ekan, bu nechta bu? 65 dan ikkitami? 65 dan ikkita aka. 65 dan ikkita. Generalniy Polniy bilan qancha yurib berar ekan aka? Bir hisoblab ko'rmadinglarmi? 200 yuradi aka. 200 atrofida yurib beradi polniy bilan. Yaxshi, narx qancha buni aka? Arzonroq aytaylik endi buni kelishtirib. Aka siz obunachilaringizga 11 ming beramiz. 11 ming, kami ham bordir endi. Xudo xolasa qilib beramiz aka. Kamlari ham bo'ladi akalar, 11 dan o'tib beramiz deyilyapti. Kimga yoqsa telefon qilamiz. Raqamlaringiz? Xo'p, 95lik, 95 156, 156 4950. 4950 raqamlariga telefon qila olamiz jigarlar. Bozor nech pul berdi aka sir bo'lmasa? Hali bozor qilishgan yo'q aka. Hali savdo bo'lmadi, ha? Yo'q. Yaxshi aloqaga chiqib olamiz akalar, holatini ko'rdinglar.